Shunday paytlar bo'ladiki, hamma eshiklar yopilgandek tuyuladi. Qalb tashvish bilan to'ladi. Qo'ldan hech narsa kelmayotgandek his qilasiz. Bir necha marta harakat qilgansiz, duo qilgansiz, ammo natija yo'qdek tuyulaveradi. To'g'rimi? Bunday paytda Alloh sizni tavakkulga chorlayapti. Kim Allohga tavakkul qilsa, unga kifoya qilur. Sen tavakkul qil, qolganini o'zi qiladi. Alloh aytayapti: sen tavakkul qil, qolganini o'zi qiladi. Ya'ni qiladiganingni qil, harakatingni qil, duoingni ayt. Qolganini esa yuragingdan Allohga topshir. Bu islomiy psixologik ozodlikdir. Tavakkul qilgan inson qalban yengillashadi. U natijani emas, vazifasini o'ylaydi. U irim-sirimda emas, Robbisida suyanchni topadi. Agar sizlar haqiqiy tavakkul bilan Allohga suyansangiz, u sizlarni qushlarni rizqlantirgandek rizqlantirar edi. Qushlar ertalab qorni och, kechqurun qorni to'q qaytadi. Siz ham shunday qushlardek harakat qiling, so'ng tavakkul qiling. Sizga kifoya qiluvchi zot Alloh bor.